Yiliga 1000 ta qo'zi olinadigan bo'lsa, eng kamida 50 ta. Bo'lmasa 70-80 ta shu ketyapti. Roma bizga chorvadorlarga eng bitta og'riqlik nuqtamiz bor-da. Bu seneros. To'g'risida hammani ham hali eng yaxshi ko'rib katta bo'layotgan qo'zingiz voyaga yetib endi 6 oy, 7 oylik bo'lganda seneros bo'lib qoladi. Belgisi paydo bo'lib qoladi. Shunga haligi o'tgan safar ham tushuntiruvdik-ku, yaxshilab tushuntirib bering shu narsani. Hozir nimaga siz yiliga 1000 ta qo'zi olinadigan bo'lsa, eng kamida 50 ta. Bo'lmasa 70-80 ta shu ketyapti-da aylan boshqa. Yana eng zo'rlari. Yana eng zo'rlari. Qani, Uzoqjon aka, bir xilliklar aytadi, qo'ydi hattoki men ko'chaga chiqarmasdan boqaman, lekin meni ham ko'ramda chiqib turadi deydi. Meni ham praktikamda bo'lgan bu narsa. Bedani daladan barib olasiz-ku, bedani poyasida saqlanib qoladi. Nimalarni tulki, chiya bo'rilarni axlati bilan yuradi, multisepsimasi, qo'zg'atuvchisi. O'shani o'tni poyasi bilan qabul qilgandan keyin 2,5 oy, 3 oydan keyin rivojlanadi bosh miyada. O'shani oldini olish uchun immunoparazitdan dori vositasini qo'zilaringizga profilaktik maqsadda 21 kunligidan boshlab, 21 kunligida immunitet hosil bo'lib boshlaydi tashqi muhitga qo'zilarni. O'sha paytdan boshlab tashqaridan nima kirgizsangiz bo'ladi. Bu как vaksina ishlaydi, parazitga vaksinada ishlaydi bu. Bu borib как boshqa antiparazitarni albendazol, ivermektin yoki klozantel tarkibli dori vositalarga o'xshab primoy gijjani o'ldirmaydi. Bu organizmda immunitetni qo'zg'aydi, makrofaglar o'sha gijjani xitin qobig'ini yeyish xususiyatiga ega bo'ladi. Tushgan o'sha nimani, qo'zg'atuvchini sraz borib yeydi. Bu o'sha narsani yeyishni o'rgatadi organizm immunitetiga. Bu narsani o'zini grafigi bor, grafigi bo'yicha qo'zilarni 4 martadan 6 martagacha emlash kerak har hafta. Har hafta emlaysiz, erinmasdan qilish kerak, ato poteriya bo'lib qoladi.